Sumочkamizni boshlaymiz tikishni. Mana bu astari. Chunki xohlasanglar qo'yinglar, xohlamasanglar yo'q, bu o'zingizlarning xohishinglar qizajonlar. Demak, men usti qavatiga men qattiq dublerin yopishtirib oldim. Birinchi bo'lib, demak, cho'ntagini bir xil ramkada tikib olamiz. Mana tayyor qilib bo'ldik. Ana endi 0,5 sm dan yonlarini tikamiz. Ana endi mana manba joyini tikib olamiz. Xuddi shunaqa qilib tikib olamiz. Adiramiz. Demak, fermuarimizni astari bitdi. Xuddi shu holatida asosiysini ham tikib olamiz. Mana bizning sumkamiz yonlari tikilindi. Ozgina ijod qildim. Chizib, to'g'ri o'xshatib aniq qildim. Sizlar xohlasanglar, bezaklar qo'yib yuborsanglar bo'ladi. Xo'p, qizajonlar, tegimda narsa qo'yganda osilib qolmasligi uchun oddiy kardondan mana bunaqa narsa yasab oldim. Oddiy kardondan. Mana shuni buni ichiga xohlasangiz astarni ichiga qo'yib qo'yishingiz mumkin. Men hozir buni ichiga qo'yaman, keyin astari, mana bu astari buni ichiga solib turib, tepasini tikamiz va fermuarni qanaqa tikish kerakligini ko'rsataman. Qizajonlar, bo'ldi. Bizning mashinali ishlarimiz tugadi. Mana. Bunaqasi mana tegi qattiq bo'ldi. Demak, bizning o'sha mashinali ishlarimiz tugadi. Biz ana endi mana bu yerga fermuarni tikishni ko'rsatib beraman. Bu qo'lda tikilinadi, qizlar. Fermuar qo'lda tikilinadi. Xo'p, qizajonlar, demak biz fermuar ulashga yetib keldik. Menda mana qanaqa bor ekan, qo'yib yubora qoldim ichiga. Chiroyli ko'rinadi. Xo'p, demak, joylashtirayotganda qizlar qaranglar. Mana sizlarning anaqanglar o'rtasi chizib olgansizlar. O'rtasi. Fermuaringlarni ham sanaysizlar-da. 24 ta teshik ekan, 12 ta teshikni mo'ljal qilib turib, mana bunday qilib o'rtasini joylashtirasizlar. Mana bunaqa joyiga kley qilib turib, pistolet kley qilib turib, oldin yopishtirib olib, keyin tiksanglar ham bo'ladi. Men bir marta qilganimda ko'proq qilib olganman, teshiklariga kirib qolgan, ikkiga nina kirishi rosa qiyin bo'lganmanda. Mana men bittan kirgizamiz. Mana bunaqa qilib men tikib chiqa qolaman. Tinchgina. Prям hamma teshigidan kirgizishingiz shart emas, просто anaqasini topib olish uchun, unaqa yurib ketib qolmasligi uchun, keyin buni akkuratno yana tikiladi. Mana qizlar, уже bunaqa qilib tikib chiqdim, polnurus. Amallab mana hammasi joyida. Ana endi agar bo'lsa mana bunaqa ip, qanaqa ip deyiladi, bu mulin emas lekin ko'rishingiz mumkin, qalin. Uzilishi ham qiyin buni. Yoki bo'lmasa mana bunaqa oddiy leskada tikasizlar. Men leskadan ko'ra mana bu ip yoqib qoldi menga. Leska sal qo'limni qiynadi. Xo'p, endi bir chekkadan boshlab tikib ketamiz qizlar. Tikayotganda qanaqa tikamiz? Mana teshigidan boshlaymiz. Iloji bo'lsa, anaqasini bekitish uchun oldin bu yoqdan qilib olsanglar ham yaxshi. Cho'qqini bekitish uchun.
Hop, qaranglar, mana bitta teshigiga kirdim. Hozir yaqinroq qilib ko'rsataman. Mana bitta teshigiga kirdim. Ikkinchisiga kiraman. Tortib tikasizlar, hop qizlar. Qaranglar. Yana o'sha teshikka kiryapman. Va bu yoqdan chiqaraman. Nihoyat tikib bo'ldim mana qizlar. Va nihoyat tikib bo'lindi. Endi mana bu iplarini qaychida olib tashlaymiz. Va voyla.